bir ayol Al-Aqso masjidida namoz o'qiyotgan edi. Aynan o'sha paytda Isroil askarlari uning ustiga vahshiy itlarni yubordi. Uni parchalamak uchun. Ammo undan keyin sodir bo'lgan voqea hech kim tasavvur qila olmagan bir mo'jiza edi. Subhanalloh! Isroil askarlari hayratda qoldi. Qanday qilib Allohga bo'lgan iymon hamma narsani o'zgartirishi mumkinligini ko'rib. Hatto o'sha ayolning reaksiyasini ko'rib, millionlab odamlar la ilaha illalloh dedilar. San-sanoqsiz tarix bo'laklari va hikoyalar kabi o'sha ayol Amina shunday bir hikoyaning bir qismi edi. U Allohdan qo'rqqan, dindor ayol bo'lib, yuragi Al-Aqso masjidiga bo'lgan chuqur muhabbat bilan to'lgan edi. U uzoq vaqtdan beri bir kun bu muqaddas joyda turib namoz o'qishni orzu qilardi. Ammo bosqinchi kuchlar tufayli bu orzu deyarli imkonsiz edi. Ayniqsa, ayollar turli bahonalar bilan kirish huquqidan mahrum etilardi. So'ydra o'sha mo'jizaviy tong keldi. Allohning rahmati osmondan tushdi. Amina tong yorishishiga hali ancha bor edi. Amina bomdod azonidan oldin uyg'ondi. U tahorat oldi va Al-Aqso masjidiga yo'l oldi. Osmon hanuz qorong'u, sovuq shamol yuziga tegib o'tar edi. Ammo uning yuragi iymon harorati bilan to'la edi. Masjidning asosiy darvozasiga yetganida bosqinchi askarlar u yerda edi. Har doimgidek. Har doimgidek ayollarni hali ham ichkariga kiritishmasdi. Amina muloyimlik bilan bir askardan so'radi. "Iltimos, menga namoz o'qish uchun biroz vaqt bering", dedi u. Ammo askar unga nafrat bilan qarab, keskin ohangda dedi: "Yo'q, ortga qayt." Shunga qaramay, Amina taslim bo'lmadi. U bilardi, Al-Aqso masjidi juda katta, askarlar e'tiboridan chetda qoladigan joylar bor. U jim yurdi va masjidning sharq tomonidagi tinch bir joyga yetdi. U yerda to'xtab, namoz o'qishga hozirlandi. U farishtalar uni o'rab olgandek his qildi. Qo'llarini ko'tardi, Allohu akbar dedi va chuqur ixlos va xushu bilan namozni boshladi. Go'yo butun dunyo jim bo'lib qolgandek. To'satdan yosh isroillik askar bir ustun ortidan chiqib, g'azab bilan Amina tomon baqirdi. "Men aytmagandimmi, bu yerda namoz o'qish taqiqlangan?" Keyin u radioga xabar berdi. "Sharqiy ustun yanida bir ayol namoz o'qiyapti. Tez kelinglar." Bir zumda yana bir necha askar o'sha joyga yetib kelishdi. Ular Aminani masxara qila boshlashdi. Biri dedi: "Buyruqlar buzilganda nima bo'lishini ko'rsataman." Yana biri komandirga qarab dedi: "Keling, Belgiyan itlarini ustiga qo'yamiz, shunda boshqalar ham o'rganadi." Tayyorlangan itlar olib kelingan, bu itlar shafqatsizlik, qo'rqinch va zo'ravonlik uchun o'qitilgan edi. Ularning ko'zlari olov kabi qizil, tishlari tashqarida edi. Go'yo Aminani yirtiq qilishga tayyor. Komandir barmog'ini ko'tardi va buyruq berdi: "Hujum qiling unga." Aynan o'sha paytda Amina namozini tugatdi, lekin qochmadi. U ko'zlarini yumdi, qo'llarini osmonga ko'tardi va duo qildi. "Ey Alloh, faqat senga tayanaman. Faqat sen mening himoyachim. Sening yordaming bilan kurashaman. Sening noming bilan turaman. Meni tark etma, ey Alloh."
Shundan keyin mo'jiza yuz berdi. Yaqingacha g'azab bilan irallagan itlar birdan to'xtadi. Ular endi oldinga yurmadilar. Aksincha, tinchgina o'tirishdi. So'ng yana bir hayratli manzara sodir bo'ldi. Itlar osmonga qarab, go'yo faqat o'zlari eshitayotgan bir narsa eshitayotgandek bo'lishdi. Keyin ular g'alati harakat qila boshlashdi. Biri rukmuga ketdi, so'ng sajdaga bosh qo'ydi, yana biri ham xuddi shunday sajda qildi. Hamma bu manzarani ko'rib lol qoldi. Aminaga hujum qilish uchun keltirilgan yirtqich itlar endi u bilan birga sajda qildi. Askarlar hayratdan qotib qoldilar. Ular ko'zlariga ishonmadilar. Bir askar pichirladi: "Bu sehrmi?" Yana biri qo'rquv va hayratdan titray boshladi. Komandir yana hujum qilishni buyurdi. Ammo bu safar itlar buyruqqa bo'ysunmadi. Aksincha, askarlar yaqinlashmoqchi bo'lishganda, itlar ularga qarab irillay boshladi va quvishga tushdi. Dahshatli, ammo ishonib bo'lmaydigan manzara yuz berdi. Aminaga hujum qilish uchun yuborilgan yirtqich Belgiya itlari bu safar o'z egalari ortidan quvishni boshladi. Butun shahar bo'ylab tartibsizlik avj oldi. Askarlar qo'rquvdan yugurishar, itlar esa g'azab bilan orqalaridan quvishardi. Ba'zilar yiqilib tushdi, ba'zilar harbiy mashinalarga chiqib, jonlarini saqlab qolish uchun umidsizcha qochishdi. Shu paytda Amina go'yo hech narsa bo'lmagandek sokinlik bilan sajdadan bosh ko'tardi. Namozini qat'iyat bilan davom ettirdi. Bu xabar butun shaharga o'tday tarqaldi. Odamlar ayta boshlashdi: bir ayol namozda turgandi. Yirtqich itlar esa u bilan birga sajda turdi. Uni qo'rqitmoqchi bo'lganlar aslida o'zlari saboq oldilar. O'shandan beri hech bir askar ayollarga Al-Aqso masjidida namoz o'qishga, to'sqinlik qilishga jur'at etmadi. Ba'zilar hatto kechasi masjidga yaqinlashishdan qo'rqishardi, o'sha itlar qaytib kelishidan cho'chib. Amina faqat Allohning uyida ibodat qilmoqchi bo'lgan oddiy bir ayol edi. Ammo uning iymoni uni hech qanday qurol yenga olmaydigan kuchga aylantirdi. U bilardi, kim Allohga tavakkul qilsa, u unga yetarlidir. Alloh biror narsani xohlasa, u faqat bo'l deydi va u bo'ladi. Bu voqea Al-Aqso masjidi devorlarida tirik guvoh sifatida qolib ketdi. Bu hikoya isbotlaydiki, iymon zanjirlardan kuchliroqdir va Alloh eng oddiy bandasini ham qudratlilarni hayratda qoldiradigan mo'jiza bilan sharaflashi mumkin. Voqeadan so'ng butun shahar sirli bir jimlikka cho'mdi. Askarlardan qo'rqqanlar qochib ketishdi. Yirtqich itlar esa Aminaning yoniga qaytib, sodiq soqchilaridek turishdi. Amina namozini tugatdi va sekin o'rnidan turdi. Itlar uning atrofida turib, go'yo keyingi buyrug'ini kutayotgandek edi. U hamma narsani tushunmadi, lekin yuragi pichirladi. Alloh mening yonimda edi. Amina sekin-asta masjid darvozasi tomon yurdi. Itlar esa soya kabi uning ortidan ergashdi. Bu mo'jizaviy manzarani uzoqdan ko'rgan odamlar asta-sekin unga yaqinlasha boshlashdi. Go'yo bu g'aroyib ayoldan baraka olishni xohlashardi. Bir qari olim hayrat bilan so'radi: "Siz kimsiz? Opa, bu itlarni qanday itoat ettirdingiz?" U muloyim ovozda javob berdi: "Men faqat ojiz bir bandaman. Allohga tavakkul qildim. U esa menga yordam berdi." Ammo askarlar logerida intiqom fitnasi boshlandi. Mag'lub bo'lgan askarlar qo'rquv bilan yangi buyruq kutishardi. Bu qiz jadugar, uni to'xtatishimiz kerak. Aks holda u odamlarni bizga qarshi o'giradi. Aminani kuzatish uchun bir josus yuborishdi. Ular uning Yahuda shahridagi tor ko'chada kasal er va kichik o'g'il bilan yashashini aniqlashdi. Reja shundan iborat ediki, keyingi tun qorong'ulik soya ostida hamma tinchgina bo'lganda, hech kim sezmasdan unga shafqatsiz hujum uyushtiriladi.
Amina unga qarshi to'satdan hujum bo'lishi mumkinligini anglab yetdi. So'ng Allohning so'zini esladi. Kim Allohdan qo'rsa, u unga chiqish yo'lini beradi. U yuragida dedi: "Men Allohdan qo'rqaman. Shuning uchun albatta u menga yo'l ochadi." Subhanalloh. Aziz tomoshabin, Omina hanuzgacha tirik ekanligini bilib hayron bo'lishingiz mumkin. Mo'jizaviy tarzda uning atrofida ko'plab odamlar vafot etgan bo'lsa ham, Alloh bu ayolni bir mo'jiza sifatida asrab qolgan. U har kun o'z imkoniyatlariga qarab Isroil kuchlariga qarshi norozilik bildirishda davom etmoqda.